printer oq qog'oz chiqarishi yoki ba'zi bir ranglarni chiqarmasligini sabablari va yechimlarini ko'rsatib o'tamiz. Odatda mana chorniy beri printerlarda asosan kartrijda muammosi bo'ladi. Rangli printerlarda esa asosan mana bu qismida havoni tiqilib qolishi, ya'ni havo tiqilib qolsa ham ba'zi bir ranglar chiqmaydi. Va ikkinchidan ko'p uzoq ishlatilmaganligi yoki original rang ishlatilmaganligi evaziga mana shu qismi golovka bo'ladi. Mana shu qismi nimadir tiqilib qolishi mumkin. Bu golovkani maxsus chiska bilan yuviladi, maxsus yuvilgan bilan yuviladi. Ya'ni golovka nima? Mana kompyuterdan berilgan buyruqni oq qog'ozga tushirib beradigan qismi. Eng qimmat qismlardan biri hisoblanadi bu printerning. Keyingi sabablardan biri, ya'ni o'sha sabablardan biri mana bu pompa qismi bo'ladi, nasos qismi. Mana shu nasos qismi ham ishlamasligi oqibatida bo'ladi. Ya'ni nasos qismi qanday ishlamay qolishi mumkin? Mana bu shlanka qismi bor, mana shlankasi bor. Mana shlankasi mana bu printerda yirtilgan, mana ko'rishingiz mumkin. Yo teshirishini evaziga ham yoki bitta juda ham teshilgan evaziga ham printer yoki juda ham xira chiqaradi yoki oppoq list chiqarib qoladi. Bu pompasini ham, pompasini uyiga ham almashtira olmaysiz. Buni golovkasini ham uyiga yuva olmaysiz, chunki maxsus uzun suyuqliklar kerak bo'ladi. Havoni faqatgina mana shpris tiqib, shprisdan linasi olingan holatda tiqib, havoni chiqarib olishingiz mumkin. Undan keyin kirib, очистка pechetashli golovka qilib, ya'ni golovkani tozalab olishingiz mumkin.